Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC test kitobi 6-mavzu oddiy kasrlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, bolalar, bugun sizlar bilan birinchi test misollarini ko'rib chiqarganmiz. Ya'ni birgalikda bugun birinchi test misollarini ko'rib chiqamiz. Endi qaranglar, birinchi testda nima deyapti? Birinchi misolda A va B o'zaro tub sonlar ekan. O'zaro tub son degan o'zi nima degani? Ikkalasi ham bitta songa bo'linib qolmasligi kerak. Tushundingmi? Endi qaranglar, hozir A taqsim B deb necha yozib beradi ular bizga? A taqsim B deyaptilar. Endi 84 taqsim 204 yozyapti, to'g'rimi? Endi savol 84 bilan 204 o'zaro tub sonlarmi? Ikkalasi bo'linib ketaveradi, to'g'rimi? Shuning uchun biz mana shu 84 bilan 204 ni maksimum qisqartirishimiz kerak. Iloji boricha eng qisqasiga. Xo'p. Birinchi menga kelayotgan 4 ga qisqartiraylik, Otabek. Mana 21, pastdagichi 51. Endi necha qisqaradi? 3 ga qisqaradi, to'g'rimi? 7. Ana endi 7 bilan 17 qisqarmay qoldi, to'g'rimi? Endi 7 bilan 17 o'zaro tub sonlar bo'ldi. Shunda A ni javobi 7 ekan, B ni javobi 17 ekan. Bizga nimani toping degan? Ikkalasini yig'inisini toping. Demak, A ga B ni qo'shadigan bo'lsam 7 + 17. 24 ekan. 24 demak D javobi ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 24. So'chun 45, 72, 84, 36, 48, 96 kasrni qisqartirib bering debdi. Buni-chi, mana turgan joyda qisqartirib bersam bular. Amirga yozib oldim, misol uchun. 45, 72 va 84 ni bo'lib berishim kerak ekan. 36, 48 va 96. Ya'ni tepadagi sonlar bilan pastdagi sonlar bemalol qisqartirsam bo'ladi. Birinchi eng ko'zga ko'rinayotgani 72 bilan 36 qisqartirsam 42 qoldi. Keyin ham qisqartira olmaydi. Mana qisqartirib qo'yinglar. 48 qoldi. Chalkashib ketmayman desanglar, mana bir marta yozib olamiz. 45 kere 84 taqsim 48 kere 48. Qaysi sonlarni qisqartirsam bo'ladi yana? Misol uchun 84 bilan 48 qisqartiramiz. Keyin necha qisqaradi? 12 ga qisqaradimi? 84 12 bo'lsalaring 7, buni bo'lsalaring 4. 45 bilan 48chi? 3 ga qisqarib oladi. 3 ga qisqaradi. Buni qisqartirsam bu 15, buni qisqartirsak 16. Endi boshqa qisqarmaydi. Tepada 15 bilan 7 qoldi, pastdachi 16 bilan 4 qoldi. 15 7 ga ko'paytirsam 105, pastdachi 64 qolyapti. Demak, 105 taqsim 64. Ajoyib endi. Tushundinglarmi? Xo'p, uchinchisi. Xo'p, uchta nima deyapti ekan? Quyidagi kasrlardan nechtasi qisqarmas kasr? Qisqarmas degani, ya'ni surat bilan pastdagi son bitta songa bo'lmasligi. Misol uchun mana bu son. Da 13 bilan 47 ikkalasi ham bitta songa bo'linmaydi. Demak, mana son qisqarmas kasr. Xo'p, keyingisi. 1001 bilan 7000. 11 ga ham qisqaradi dunyoda, to'g'ri, lekin o'zi qani? Mana 1001 ga ham qisqarib ketadi. To'g'rimi mana? 1001 ni 1001 ga bo'lsalaring 1, 7007 ni 1001 ga bo'lsalaring 1 taqsim 7 bo'lib qoldi. Bu qisqaradi. Bu emas javobimiz. 52 bilan 169. O'zi 169 13 ga boradimi? 13 ga boradi. 52 13 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, bu ham xato. Mana bu toshni qisqaradi, chunki nullari bor-da buni. Demak, quyidagi kasrlardan nechtasi qisqarmas debdi. Bittagina qisqarmas ekanda. Qani faqat yana bittasi qisqarmas ekan. Xo'p, keyingisi. 4-misol. Hisoblab bering debdi, qaranglar. Buni hisoblamoqchiman-da o'zi. Birinchi o'rinda bo'luv kelayotgan bo'lsa nima qilardik? Teskarisi qilib ko'paytiramiz, to'g'rimi? Ya'ni bo'luv 4 taqsim 7 bo'lsa, ko'paytiruv 7 taqsim 4. 3 kere mana bu narsa nima bo'ladi? 8 taqsim 3. Bo'luv oxirdagisi 5 taqsim 3 bo'lar ekan. Ketdik, to'g'rilar ketdimi? 3lar ham ketdimi? Birinchisidan 7 qoldi, ikkinchisidan 8 qoldi. Qo'shadigan bo'lsak 15. 15 ekan. Demak, 15 ni 5 taqsim 3 ga ko'paytiramiz. Ammo qisqarsa 5, demak 5 kere 5 25 ekanda. C javobi ekan. Demak, to'g'ri javobi C bo'lar ekan. To'g'ri javob C. Xo'p. Yig'indiniga teskari sonni topib bering debdi. Ya'ni avval yig'indini solib berishimiz kerak ekan. Keyincha unga teskarisini topishimiz kerak ekan.
Yig'indimiz qanaqa son bo'ladi? 2,1 taqsim 3 plus 2,3 taqsim 4. Eng oddiy usuli shunchaki hisoblamoqchi bo'lsam, kichkina sonlarni, to'g'rimi? Vahimali joy yo'q. Avval shunchaki noto'g'ri kasrga o'tkazamiz. 3 kere 2 6, 1 ni qo'shsalaring 7 taqsim 3 plus 8 3 ni qo'shsalaring 11 taqsim 4. 3 bilan 4 ga umumiy maxraj ikkilasini bo'lingan so'ng 12. Bunga 4 tadan, bunga 3 tadan. Demak 12 bo'lyapti. 7 kere 4 28 33. Shunda 61 mi? Bizdan buni toping demayapti-da. Mana shu songa teskarisini topib bering. Teskarisi degani joy almashtirib qo'yishimiz kerak degan. Ya'ni 12 taqsim 61 ni olishim kerak. Demak, D javobi. D javob. Xo'p, keyingisi. 6-misol. 6-misol. Nima qilishimiz kerak? Buni ham avval noto'g'ri kasrga o'tkazib olishimiz kerak. Qavsini hisoblab chiqamiz. 3 kere 2 6, 1 ni qo'shadigan bo'lsak 7 taqsim 3 minus 7 taqsim 4 bo'lar ekan. Ko'paytiruv bo'lsa hisoblaymiz. 3 taqsim 7 plus 3 taqsim 2. Endi mana bunga umuman qilib berishimiz kerak, to'g'rimi? Bunisiga 4 tadan, bunisiga 3 tadan. 7 kere 4 28, 7 kere 3 21, aytsam 7 qoldi. Pastach 12. Ko'paytiruv bunisiga 2 tadan, bunisiga 3 tadan, 7 tadan, 7 tadan, 7 tadan. 3 kere 2 6, 3 kere 7 21. 6 ga 21 qo'shamiz. 27. Umumiy maxrajimizchi 14 dan oldik. 14. Shu yerdan qisqaradiganlarni qisqartirib olishimiz kerak. Birinchi mana bu qisqaradimi? 2. 27 bilan 12 3 ga qisqaradi. Mana bunda 9, bu yerda 4. 9 taqsim 8 qoladi. Shunday javob bormi? 9 8 ga bo'lib 1 butun 1 taqsim 8. Ya'ni aralash kasr o'tkazib qo'yibdi ular. Javob. Xo'p. 7-misol. Mana shu kasrni hisoblab berishimiz kerak ekan. Buni ham avval mana bu 2 3 turlarga umumiy maxraj hisoblab olishimiz kerak-da. Xo'p, yaxshi savol ekan. Birinchi mana bunisiga hisoblab olaylik. 2 3 turga umumiy maxraj 6 ni o'zi bo'ladi, to'g'rimi? 6 bo'lsa, mana bunga 3 tadan tushish kerak. To'g'ri, to'g'ri. 12 bo'lish kerak. Mana bunga 6 tadan, bunisiga 4 tadan, bunisigacha 3 tadan. Shunda shu ifodadan javob ne chiqar ekan? Mana buni yozib qo'yaman oxirida. Xo'p, 6 ga 4 ni qo'shsalaring 10, 3 kere 9, 19 bo'lib qoldi. 19 taqsim 12 ekan. Buni javobi. Endi qolgan hisoblashimiz kerak. Mana bunda bitta butunlik aralashib qoldi-da. O'sha ozgincha muammo bo'ladi. 2 taqsim 3 plus 12 1 ni qo'shsak 13 taqsim 4 plus 4 taqsim 5. 3 4 5 ga umumiy maxrajimiz 60. Hammasi bo'lingan so'ng 60. Bunga 20 tadan beramiz, 15 tadan beramiz, bunisigacha 20 tadan. 60 tadan, 12 tadan. 60 yozib oldik. 2 kere 20 40. 13 kere 15. 195 bo'ladi, to'g'rimi? 195 ekan. Plus 4 kere 12 48. Hisoblaydigan bo'lsak, qani. 40 ga 195 ni qo'shadigan bo'lsak, 235. Unga yana 48 qo'shamiz. 283 bo'ldi. 283 taqsim 60 hech qachonga qisqarmaydimi? Mayli, hozircha turib turaversin. Endi oxirida nima qilamiz? Mana buni hisoblab qo'yishim kerakmi? Buni hisoblashimiz kerak. 3 plus 2 butun 5 taqsim 2 mi? Hop, plus buchi 16 taqsim 5 ekan. Bunga umumiy maxraj necha bo'ladi? 10 da o'zi. Mana bunisiga 10 tadan beramiz, bunisiga 5 tadan, mana bunisiga 2 tadan. Ketish 30 plus 25 plus 32 taqsim 10 bo'ladi. Xo'p, 55 87 taqsim 10 bo'ldi. 87 taqsim 10 ekan. Endi o'sha hammasini qo'shib berishimiz kerak ekanda. 19 taqsim 12 plus ne chiqdi ekansidan? 283 taqsim 60 plus 87 taqsim 10 ekan. Endi 12 60 10 ga umumiy maxraj. 60 da o'zi. Mana bunga 5 tadan beramiz.
Bungacha 6 tadan. 60 ta yozib oldik. 5 kira 19 95 plus bunga bittadan berguvdik-ku, to'g'rimi? 283 ni o'zi plus 87 ni 6 ga ko'paytiramiz. 480 6 kira 7 42, demak 522 bo'ladi. Xo'p, mana ikkalasini qo'shaylik, oson qo'shiladi. 700 805 bo'lyaptimi? Keyin unga 95 qo'shsam 900 bo'ladi. Ya'ni 900 taqsim 60. 960 ga bo'ladigan bo'lsak 15 ekan. Demak 15 degan javobimiz bunday javob ekan. Tushundingmi? Aslida osonroq ishlasam bo'lar ekan buni. Ya'ni avval umumiy makraj bermasdan turib, qavslar ochib olishimiz kerak edi birinchi o'rinda. Osonroq yo'lini aytaman. Keyin mana bunday qo'shganimizda osonroq chiqadi. Hozir qiyinroq yo'ldan ketib qoldik. Aslida osonroq ishlasam bo'lar ekan mana. Ochib chiqamiz, mana 1 taqsim 3 bilan 2 taqsim 3 qo'ysa javob 1 chiqadi. Keyin 1 taqsim 2 bilan qaysi yarimtalik bor? Oxirdan qo'shishim kerak endi. Jonimga hozir qiyin yo'ldan ketib qoldik. Xo'p, 8-misolda nima qilishimiz kerak? Avval bularda ham noto'g'ri kasr o'tkazishimiz kerak ekan, keyin hisob-kitob chiqamiz. Ketik, noto'g'ri kasr o'tkazamiz. Birinchisi 3 kira 2 6, 1 da qo'shsam 7 taqsim 3 ko'paytiruv 5 taqsim 3 ekan minus. Mana bunisi 8 taqsim 3 ko'paytiruv 4 taqsim 3 ko'paytiruv. Bularga nima qilamiz? Umumiy makraj berishimiz kerak, to'g'rimi? Ikkalasiga. Necha bo'ladi umumiy makrajimiz? 10 da o'zi. Mana bunga 2 tadan, bunisigacha 5 tadan. Xo'p, 4 ga 5 ni qo'shsalaring 9 bo'lib qolar ekan. Demak 9 taqsim 10 ekan. 9 taqsim 10. Xo'p, ketdik. Ko'paytirib qo'yamiz. 35 taqsim 9 minus 32 taqsim 9 ko'paytiruv 9 taqsim 10 bo'lar ekan. Ayirib hisoblab qo'ysam 3 taqsim 9 ko'paytiruv 9 taqsim 10 ekanda. 9 hisob ketdimi? 3 taqsim 10. Javobimiz 0 ekanda. 0.3 degan javob bormi? Ha, mana bu sonda o'zi ekanda, to'g'rimi? 3 taqsim 10 da o'zi ekan. Xo'p, hisoblab bering debdi. Yaxshi. 1 taqsim 2, 1 taqsim 6, 1 taqsim 12, 1 taqsim 20. Qaraymiz. To'g'ri, Otabek, umumiy makraj bersa ham chiqadi javobi. Lekin 10 dan ham osonroq usuli bor. Ya'ni qanaqa desak, mana bu makrajni ko'paytiruvchi ajratish kerak. Ya'ni 2 degani mana bunaqa yoza olaman. 1 kira 2, 6 chi, 2 kira 3, 12 degani 3 kira 4, 1 taqsim 4 kira 5. Ya'ni mana bunaqa kasrlar bor-ku, 2 bilan tugasa, ikkinchisi 2 bilan boshlanish kerak. 3 bilan tugasa, 3 bilan boshlanish kerak. Bunaqa kasrlar ishlashda nima qilishimiz? Avval orasidagi farq chiqarishimiz kerak. 1 taqsim orasidagi farq nechi? 1 bilan 2 orasidagi farq 1, o'shani chiqarib olamiz. Keyin birinchisi, ya'ni birinchisi degani mana bu sondan 1 taqsim 1 1 deb beradi, to'g'rimi? Shuni aytishim kerak, oxirdagi son 1 taqsim 5. Da bunga 5 tadan berasizlar, 4 taqsim 5. 1 ni 1 ga bo'lsalaring, baribir 1 bo'lib ketaveradi. 4 taqsim 5 degan javobimiz, demak, A javobi ekan. Tushunarli, Otabek? Yaxshi. Xo'p, qaysi javobdagi kasrning qiymati boshqalariga teng emas? Ya'ni hamma kasrni qisqartirib, eng sodda variantga keltirib qo'yishim kerak ekan. Shunda qaysidir biri teng bo'lib qolmasi kerak ekan. Misol uchun 96 bilan 128 necha qisqartirib yuborsam bo'ladi ikkalasini ham. Necha qisqartirsa ham bo'ladi? 16 ga qisqarsa bo'ladimi? 16 ga. 32 ga ham qisqartirsam bo'lar ekan. Qaylar? 96 32 ga bo'lsa 3, 128 32 ga bo'lsalaring, demak 3 taqsim 4 ekanda javob, to'g'rimi? Endi bunisiga qarab ko'ramiz. 124 bilan 217 necha bo'linadi ikkalasi ham? Qaysi songa bo'ladimi? Xo'p, menga fikr kelmayapti. Qolgan so'zlashtirib turamiz. Masalan, 140 bilan 245 necha bo'linadi? Menga birinchi kerak ekan. Toshni 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'lib ko'raman. 28 bunisicha 40 200 bo'lyapti 49. 28 bilan 49 qisqaradimi? Necha qisqaradi? 7 ga qisqaradi, to'g'ri. Buni 7 ga qisqartirsalaring 4, 49 7 ga qisqartirsalaring 7. Bu bunaqa son chiqdi. Endi 128 bilan 224 necha ga qisqaradi? Hop, birinchi o'rinda 4 ga bo'linadi, ikkalasi ham toshni 8 gacha deb tekshirib ko'rishim kerak. 8 ga bo'linadimi?
Hop, 160 da 8 ga bo'linar ekan. 8 ga bo'lib ko'raylikchi. Tepa 16, pastchi 224 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsa, 28 ekan. Ikkalasi ham necha bo'lar? 4 taqsim 7. O, mana ikkalasining chiqdi. Demak, bu ham o'shalardan bittasi qisqartirish mumkin ekanda. Hop, 124 bo'lish uchun necha bo'lishi kerak? 31 ga qisqartirishim kerakmi? Hop, 217 ham 31 ga bo'linadimi? 7 bo'lar ekan. Bu ham 4 taqsim 7 ekan mana. Buni qaysi songa bo'ldik? 31 ga. Shunda qaysi biri teng emas ekan? Men boshqacha son qoldi, faqat. Shuniga Dilnoza? Yaxshi. Xo'p, kasrlar uchun eng kichik umumiy mahrajni toping. Ya'ni biz 24, 84 va 60 sonlar uchun ekuk topishimiz kerak ekan hozir. Ekuk 24, 84. Xo'p, 24, 84, 60 ga nima topishimiz kerak ekan? Ekuk. Ha. Shu paytgacha sizlar o'rgangansizlar. Mana o'rganganmiz, to'g'rimi? 24 da uni ustunchalarga bo'lib chiqib o'rganganmiz, to'g'rimi? Endi qaylar? Katta bo'ldinglar, endi osonroq usulni o'rganamiz. Qanaqa usul o'rganamiz sizlar? 24 ham, 84 ham, 60 ham hammasi qaysi songa bo'linadi? To'g'ri, 6 ga ham bo'linadi, 10 dan ham kattaroq songa bo'linadi. 12 ga bo'linadimi? Mana qani, hammasi 12 ga bo'laman. Birinchisi necha qoladi? 2. Bo'lsanchi? 7. Bo'lsanchi? 5, to'g'rimi? Endi qaylar? 2, 7, 5 ga miyamizda ekuk topa olamizmi o'zimiz? 2 ga, 7 ga, 5 ga bo'linadigan son. 70 da, to'g'ri? Tushundinglarmi? Mana 2 bilan 7 ga 14, 14 bilan 5 ga 70 ekan. Endi 12 ga bo'lgan bilinglar boshda qaytarib ko'paytirib qo'yasizlar endi. 12 ga 70 bo'ladi. 840. Tushundinglarmi? Bunda ustuncha qilib bo'lib o'tirishni shart emas endi. 840. Siz javob ekan. Xo'p, 12 da aytayapti. Sonlarni o'sish tartibida yozib bering deb. O'sish tartibida degani kichkinasidan kattasiga qarab yozishimiz kerak, to'g'rimi? U uchun sonlarni taqqoslab chiqishim kerak. A degani mana 7 taqsim 15 ekan. B degani 19 taqsim 45 ekan. S degani 37 taqsim. Qani, sonlarni taqqoslash ikki xil usuli bor-da. Birinchisi yo suratlar bir xil qilish kerak yoki mahrajlar bir xil qilish kerak. Hozir qaysi bir osonroq? Mahraj bir xil qilish osonroq, to'g'rimi? Qani 5 lar bo'lib chiroyliroq turibdi-da. Endi 35, 45, 70 hammasini qaysi songa o'xshatsam bo'ladi? Hammasini. Misol uchun mana 15 bilan 45 точно 45 ga keladi. To'g'rimi? Mahraj 45 da. 45 bilan 75 chi. Xo'p, ikkalasi necha bo'linadi? 15 ga bo'linadimi? 3 bilan 5 bo'lsa 225 ga kelar ekan. Hammasini 225 ga keltirsam bo'lar ekan. 225 ga kelish uchun buni 15 ga ko'paytiramanmi? Tepasini ham pastini ham. 7 kere 15. 105 taqsim 225. 225 ga kelish uchun 5 ga ko'paytiramiz. 5 ga ko'paytiringlar. Hop, 50, 5 ga 9, 95 ekan. 95 taqsim 225. Bunachi 3 ga ko'paytiramiz-da. 90, 111 mi? 225 ekan. Eng kichik qaysi? B. Ondan keyingisi A, eng kattasi C. Tushundingmi? Demak, men buni qilib yozaman. B kichkina A kichkina S'dan. Shunaqa javobimiz bormi? B kichkina A kichkina S'dan degan. Mana bu javobmi? Vale, 12A javob ekan, demak. Xo'p, 13. Aha, buni olib chiqib hisoblashimiz kerak, to'g'rimi? Plus minusga chalg'ib ketib qolmasak bo'ldi. O'shani chalg'masam bo'ldi. Birinchi o'rinda qaysi amal bajarish kerak? Bo'lish. Mana minus 7 turibdi. Ayrilganini ham yozib oldim. Minus 12 ni minus 4 ga bo'lsizlar. Sonni songa bo'lasizlar. 3 minus bilan minus qisqarib ketadi, to'g'rimi? Demak, 3 ta o'zi bo'lar ekan. Pastda bo'lamiz. 20 ni minus 2 ga bo'linglar. Minus 10 plus 5. Ikkalasi minusdan kelsa qo'shilarda, ikkalasi negativ-u. Minus 10 ga 5 qo'shinglar. Minus 5. Tushundingmi? Minus 5. Bu yerda manfiy sonlar qisqarib ketdi. 10 da 5 ga bo'lsam, demak oxirida javobimiz 2 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 14. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar nechta deb yozib beribdi. Ya'ni men buni hisob beraman. 5 taqsim 12 deyapti. Kichkina x taqsim 60. Bu ham kichkina ekan. 17 taqsim 20.
Xo'p, 12, 60, 20. Hammasiga umumiy maxraj 60 ta o'zida, to'g'rimi? Ya'ni maxraj yo'qotmoqchi bo'lsam, shunchaki 60 ga ko'paytiraveramiz. Shunda x kichkina bo'lib qoladi. 3 tadan tegami bunga? 51. Bungachi 5 tadan tegadi, to'g'rimi? 25. Demak, x'imiz qaysi oraliqdan boshlandi? 25 u 51 oraliq. Ikkalasi ham kirmaydi, to'g'rimi? Xo'p, shu yerda nechtaligini qanaqa topamiz? Oxirdan boshdan ayirib, bir qo'shib qo'yardik Dilnozar qachon? Mana bunaqa bo'lsa. 25 u 51 bo'lsa. Bu degani ikkalasi ham kiradi degani. Tushundingmi? Oxirdan boshdan ayirib bir qo'shamiz. Bunda ikkalasi ham kirmayapti, ko'ringlarmi? 51 dan 25 ga ayirib, navbarat bir ayirib tashlaysizlar. Chunki ikkalasi ham kirmayapti-ku. Agar bittasi kirib, bittasi kirmagan deydi, shunchaki ayirib qo'ysam bo'ldi deydi. Hozir bitta ayirib ham qo'yishim kerak kamiga. 25 dami? Tushundingmi? Demak, shu oraqda 25 ta butun son bor ekan. Bajavob. Xo'p. Mana shu a-5 taqsim 7 kasrining qiymati 0, narxisining qiymati 1 ga teng bo'lsa, a plus b ning qiymatini topib bering. Qiymati degani shu javob 0 chiqishi kerak ekanda, to'g'rimi? Xo'p, mana maxraj 0 ga teng emas. Faqat so'ra 0 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? a-5 barobar 0 ga a imizning javobi 5 chiqar ekan. Endi aksi nechaga tenglashtiringlar deyapti? 1 ga. b-3 taqsim 5 barobar 1 ga, b-3 teng 5 ga, b imizning javobi demak a5 bo'lgan ekan, b8 bo'lgan ekan. Bizga shularni qo'shib beringlar deyapti. Xo'p, 13 degan javob C javob ekan. Demak, 15 ga ham nuqta qo'ydik. Keyingisi 16. Tenglik o'rinli bo'lsa, a ning qiymatini topib bering debdi. Ha, ana bu proporsiya degan mavzucha bor o'shanda. A taqsim 75 ekan. Mana 24 taqsim 36 o'zi qisqarib ketadi, to'g'rimi? Ikkalasi necha qisqara oladi? 12 ga. 6 ga ham qisqaradi, undan ham kattaroq 12 ga qisqaradi. Qisqartirsak 2 taqsim 3 qolyaptimi? Shu a taqsim 75 ga teng ekan. Endi 3 bilan a ko'payadi, ya'ni mana bunaqa ko'payadi. 3a 2 ga 75 ko'payadi. 150. A ni topish uchun 150 ni 3 ga bo'lamiz. 50 bo'ladi ekan. Demak, B javob. Xo'p, 17 ga qaraymiz. Yaxshi savol 17. Uchta kasr turibdi, ikkita kasr turibdi, to'g'rimi? Muammo bo'lar ekan, qaysi songa bo'linyapti. O'shanisi muammoda, qaynlar. Doim e'tibor berishlari kerak. Katta ildiz, katta kasr chizig'i mamnunmi, to'g'rimi? Bu degani sizlar 2 taqsim 3 ni 4 ga bo'lyapmiz degan. Hozir. Ikkinchisi-chi. Mamnunimiz katta chiziq. Bu degani 3 ni 12 taqsim 7 ga bo'lyapmiz degan. Ya'ni o'zimiz tilda yozadigan bo'lsa, mana 2 taqsim 3 ni 4 ga bo'lyapmiz. Plus 3 ni bo'lyapmiz 12 taqsim 7 ga. Shundan qaysi songa bo'layotganimiz shuni olishimiz kerak-da. Endi bo'luv bo'lsa, teskarisi ko'paytira olmadik. 4 ni teskarisi necha bo'ladi? 1 taqsim 4. 1 taqsim 4 yozib oldik. Mana 3 kara buni teskarisi 7 taqsim 12. 2 kara 1 2 taqsim 12 ekan, plus 3 kara 7 21 taqsim 12. Qo'shsam 23 taqsim 12 ekan. Bu degani bo'lsamda 1 butun 11. C javobi. Tushunali? Bunaqa misol ishlatganda qaysi biri asosiy kasr, o'shani bilib olishimiz kerak. Qaysi biri asosiy bo'linyapti. O'shani tushunib olsak bo'ldi. 18. Buni nima qilish kerak? Umumiy maxraj berishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, ketdik. 4, 3, 9 ga umumiy maxraj o'zi 36 mi? 36. Mana bunga 9 tadan, bungacha 10, 2 tadan, mana bunga 4 tadan, bungacha 36 tadan. Shunda suratda mana bunaqa jarayon qoldi. Pastga 36 ni yozib oldik. 1 kara 9, 9, 1 kara 12, 12, 1 kara 4, 4 minus 36. Taqsim 2, 3 ga umumiy maxraj 6 ni o'zi.
Mana bunisiga 3 tadan beramiz, bunisiga 2 tadan, bunisiga 6 tadan. Va mahraj yoza olaman. 6 1 kere 3 3 1 kere 2 2 minus 1 kere 6 6. Hisoblaylikdan chiqadi. 21 25 ayirsak minus 11 qolyaptimi? Minus 11 taqsim 36 bo'luv 3 kere 2 5 minus 1 taqsim 6 qoldi, to'g'rimi oxirida? Endi o'shani davomini pastdan tushirib yozaman, mana bu yozaman. Xo'p, minus 11 taqsim 36 taqsim minus 1 taqsim 6 qoldi. Birinchidan minuslar qisqarib ketadi. 1 taqsim 6 tepaga nima bo'lib chiqadi? Ko'paytma bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni 11 taqsim 36 ko'paytiruv 6 taqsim 1 bo'ladi. Qaysi qisqaradi? Mana bular ham qisqarib ketadi. 6. 11 taqsim 6 ekan. Mana ajoyib turib tegamiz. Tushundingmi? Xo'p. 19 da nima deyapti? Mana 5 taqsim 4 soni 25 taqsim 8 sonidan necha marta kichik ekan? Shunda dilnoza qaysi bir kichina? 5 taqsim 4 kichinami, 25 taqsim 8 kichinami o'zi? Qaysi bir kichina hozir shu yerda? Qani shartini o'qinglar. 5 taqsim 4 soni 25 taqsim 8 sonidan necha marta kichik deyapti. Qaysi kichina? O'zi aytayapti, to'g'rimi? Mana bu sondan necha marta kichik? Misol uchun 2 4 dan necha marta kichik? 2 marta kichik. Qanaqa topa olamiz sizlar? Buni bunga bo'lmaymiz. Bunisiga bo'lamiz. Tushunarlimi? Kattasini kichkinasiga bo'lishim kerak doimo. 25 taqsim 8 ni bo'lishim kerak 5 taqsim 4 ga. Xo'p, bo'luv bo'lsa tepaga 4 taqsim 5 bo'lib qoladi. Bu bilan qisqarsa 5, bu bilan qisqarsa 2. 5 taqsim 2. Ya'ni 5 taqsim 2 marta kichina ekan. Bu sondan 5 taqsim 2 marta katta bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, B javob. Xo'p, 20-misol. A natural son uchun A taqsim 97 ko'rinishdagi to'g'ri kasrlar nechtadir? A natural son ekan, to'g'rimi? Natural son qanaqa sonlardi? Sanashda ishlatiladigan sonlar 1, 2, 3, hokazo shunaqa sonlar. Endi to'g'ri kasr bo'lish sharti bor-da, to'g'rimi? To'g'ri kasr bo'lish uchun mana bu suratimiz mahrajdan kichkina bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shunda nechilar olish mumkin ekan? O'sha 1, 2, 3 va hokazo eng yoq 96 ni olish mumkin ekan, tushunarlimi? Mana 1, 2, 3 va hokazo 96. Jami nechta son bor bu yerda? 96 ta son bor. Demak, B javob ekan. Tushundingmi bolalar? Hech kimda savol yo'qmi? Xo'p, testning to'liq yechimiga ega bo'lish uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qoling.